Bugun uydagilarimga oyimlarning retseptlari bo'yicha beshbarmoqqa bermoqchi bo'ldim. Qarasam, xolodilnikda hamma masalliqlarim bor ekan. Qozonga suv to'ldirib, to'shli suyaklarimi, go'shtlarimni solib qaynatib oldim. Qaynab chiqqandan keyin nakiplarini olib, bitta katta piyoz, 3-4 ta pomidor, 3-4 ta bolgarskiy, bitta katta sabzimni shunaqa to'g'rab soldim. Tuz ziravorlarini rostlab olib, ketidan 2-3 ta dona chesnokumni ham maydalab to'g'rab sovardim. 1-2 soat qaynab chiqqandan keyin sho'rvadan bolgarskiy pomidorlarimni olib, po'stlarini archib, qaytib maydalab to'g'rab, yana qaytib qozonga solamiz. Ketidan kartoshkamizni ham solamiz. Sho'rva pishishdan 1 soatcha oldin. 1 soatdan keyin sho'rvamiz pishib tayyor bo'ladi. Tayyor bo'lgan sho'rvamizni ichidagi hamma masalliqlarini отдельно idishga olib, suvini o'zini qoldiramiz. Men orada o'sha xamirini qilib qo'ydim, videoga olish esimdan chiqibdi. Xamirini oddiy suvga emas, shu sho'rvani sitadan o'tkazib, 2 dona tuxum solib qilaman. Shunda xamirimiz yana ham mazaliroq chiqadi. Keyin xamirni unaqa yuqa qilib yoymaymiz, o'rtacha qalinlikda, qalin ham, yuqa ham bo'lib ketishi kerak emas. Yoyib olamiz-da. Mana shunaqa maydaroq to'rtburchak bo'laklarga bo'lib olamiz, chunki suvga tushgandan keyin bu yana bir baravar kattalashadi. Xamirlarimizni kesib tayyorlab olganimizdan keyin bu yerda отдельно idishga bitta piyozimizni to'g'rab, ozgina suv sho'rvasidan solib, bitta qaynatib o'chirib qo'yamiz. Bu ustiga kerak bo'ladi. Bu yerda mana qaynab turgan sho'rvamizga ozginadan xamir solib, bitta-bitta aralashtirib qo'yamiz. Bo'lmasa xamir bir-biriga yopishib qoladi. Keyin miltillagan olovda pishirib olamiz. Xamirlar ustiga ko'tarilgandan keyin o'zi pishib chiqqan bo'ladi. Pishib chiqqan xamirlarimizni laganga suzib, go'shtlarimizni to'g'rab, ustini chiroyli qilib bo'yagi masalliqlarimiz bilan bezatib chiqamiz. Hammaga yoqimli ishtaha. Shu retsept bo'yicha ham bitta qilib ko'ringlar. Juda ham shirin, mazali bo'lib chiqadi. Hammaga rahmat.